Vahyining boshlanishi. Ramazon kunlarining birida Payg'ambar alayhisalom g'ori Hira'da ibodat qilyotdi. Jibril alayhisalom tushib, "O'qi ey Muhammad" dedi. "O'qishni bilmayman" dedi Muhammad alayhisalom. Jibril alayhisalom Muhammad alayhisalomni hozirab ketgucha siqdi. Yana "O'qi ey Muhammad" dedi. "O'qishni bilmayman" dedi Muhammad alayhisalom. Jibril alayhisalom Payg'ambar alayhisalomni yana bir qitim tutib siqib qo'yib berdi. Ondan yaratgan Parvardigorining ismi bilan o'qig'in. U insonni laxti qondan yaratdi. O'qig'in, Parvardigoring eng karamlikdir. U qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. Insonga bilmagan narslarni o'rgatdi. Payg'ambar alayhisalom qo'rqqan va putqoli titrigan holda Xadicha radhiyallohu anhuning yoniga bordi. Ko'rganlarining ta'birini so'rash uchun Xadicha radhiyallohu anhu bilan Varaqat ibn Nawfalning yoniga bordi. Varaqat ibn Nawfal ahli tavhid edi. Payg'ambar alayhisalom ko'rgan ahvollarining Musa alayhisalomga kelgan vahiy bilan o'xshash ekanligini xabar berdi. Keyin vahiy bir mezgil to'xtab, Payg'ambar alayhisalom qattiq bearam bo'ldi. Ondan Payg'ambar alayhisalomning nabuvvatini chingitish, shirik nuqsondan pok Allohning diniga da'vat qilib, Allohdan boshqaga ibodat qilishni amaldan qoldirish da'vatini boshlash uchun vahiy boshlandi. Payg'ambar alayhisalomning da'vati dastlabda faqat intoyin maxfiy holda yaqinlari orasida elib berildi. Vahiy nozil bo'lgan chaqda kiyimiga cho'mkinib olg'uchi payg'ambar, tur, Allohning azobidan ogohlantir, Parvardigoringni ulug'la, kiyimini faqil, ya'ni azobni qoldiradigan ishlardan yiroq bo'l. Islomga tunji kirganlar Payg'ambar alayhisalomning ayoli Xadicha radhiyallohu anhu, Abu Bakr radhiyallohu anhu, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu, Zayd ibn Haris radhiyallohu anhu qatorliqlar bor edi. Payg'ambar alayhisalomning yushurun 3 yil da'vat qilishi natijasida barliq Quraysh qabilalari ishidan intayin oz sonli kishilar islomga kirdi. Bu xabar Quraysh katlariga yetgan bo'lsa-mu, biroq ular Alloh tarafidan xish aqrabolaringni Allohning azobidan qo'rqitgin degan oyat tushguncha ancha diqqat qilib ketmadi. Payg'ambar alayhisalom Bani Hoshimni chaqirib, Allohning vahiyini yetkazdi. Ularni butlarga ibodat qilishni tashlab, Allohning diniga kirib, Allohning diniga da'vat qilishga, yordamchi bo'lishga chaqirdi. Abu Lahab buni qarshi turib, yig'ilganlarni Payg'ambar alayhisalomning da'vatini cheklashga chaqirdi. Lekin tag'isi Abu Talib to'liq himoya qildi. Shuningdek, Payg'ambar alayhisalom boshqa Quraysh kishilarini islomga chaqirib mundoq dedi: "Ey Quraysh, o'zinglarni do'zaxdan qutuldiringlar. Men sizlarga hech qanday foyda ziyon yetkazolmayman. Ey Abdumunab guruhi, o'zinglarni do'zaxdan qutuldiringlar. Men sizlarga hech qanday foyda manfaat yetkazolmayman. Ey Bani Qusay guruhi, o'zinglarni do'zaxdan qutuldiringlar. Men sizlarga hech qanday foyda manfaat yetkazolmayman. Ey Abdumutallib guruhi, o'zinglarni do'zaxdan qutuldiringlar. Men sizlarga hech qanday foyda manfaat yetkazolmayman. Ey Muhammadning qizi Fatima, o'zingni do'zaxdan qutuldir. Men sana hech qanday foyda manfaat yetkazolmayman. Sening men bilan ota-bolalik munosabating bor. Azroq manfaat yetkazalayman. Ikkinchi qadamda mushriklarning qarshiligi pisand qilmay da'vatni umumlashtirish haqidagi oyat tushib mundoq dedi: "Sana buyurilganni, Parvardigoringning amrini oshkora o'tirib qo'ygin. Mushriklarning masxaralariga parvo qilmagin." Imom Ahmad rivoyat qilib mundoq deydi: Bir kuni Payg'ambar alayhisalom sapotiga chiqib, "Ey tong otqizuvchilar" deb 3 qitim chaqirdi. Quraysh mushriklari uning atrofiga yig'ilib, "Nim bo'ldi sana ey Muhammad?" deganda Payg'ambar alayhisalom, "Atdigan yo kashda sizlarga dushman hujum qilmoqchi desam, menga ishonamsizlar?" dedi. "Shundoq, ishonamiz" dedi mushriklar. "Men sizlarni kallaga suvda qattiq azobdan qo'rqituvchi payg'ambarman" dedi Payg'ambar alayhisalom. Bu gapni anglagan Abu Lahab, "Shuning uchun toplading bizni? Qurib ket" dedi. Shu zaman tuvandagi oyat tushdi. Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin. Uning mol-mulki va erishgan narsalari asqatmadi. U lavildab turgan o'tga kirdi. Uning o'tin to'shug'ichi suxanchi xotinimi lavildab turgan o'tga kirdi. Uning bo'yinda mahkam ishilgan arg'amchi bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom da'vatni umumlashtirib, Allohga shirik keltirishning ozg'unliqligini va uning ziyonlarini eshib tashlashga boshladi. Buningdan g'azablangan Abu Lahab, Uqbat ibn Muayt, Umayyid ibn Xalab, Valid ibn Utba qatorliqlar shirik aqidasi tarsoliq bilan ching turayotgan mushriklar bilan birlikda Payg'ambar alayhisalomning da'vatiga qarshi hujum qildi. Yana bir tarafdan mol-mulk, sohib jamol bilan Payg'ambar alayhisalomni ozdirishga urindi. Ondan keyin
Abu Talibni payg'ambar alayhissalomni himoya qilishdan to'xtatishga qistadi. Lekin ularning barliq urinishlari mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Payg'ambar alayhissalom da'vatini uzluksiz davomlashtirib, musulmonlarning soni barg'ansiri kuchaydi. Quraysh mushriklari ojiz musulmonlarni xorlashga va ziyonkashlik qilishga boshladi. Bir qism mushriklar payg'ambar alayhissalomga aziyat berishga, masxara qilishga, yo'llarga tosh tikanlarini tashlashga va Ka'bada namoz o'qishni cheklashga boshladi. Hatto tap tortmasdan tajovuz qilib, sajda qilganda quchisiga tugining jinini ortib qo'ydi. Lekin payg'ambar alayhissalom va sahobalar sabr qildi va da'vatlarida ching turdi. Payg'ambar alayhissalom va sahobalarga aziyatlari ko'p bo'lganlikdan payg'ambar alayhissalom sahobalar bilan Darul Arqamda maxfiy uchrashib, ularga Alloh tushirgan oyatlarni tilovat qilib, ularning iymonini kuchaytirib turdi. Mushriklar qarshiliklarining unum bermaganligini ko'rib, payg'ambar alayhissalomga haqorat qilib, jinchi bilib qolgan shoir, sehrgar degandek haqoratlari bilan haqorat qilishga boshlaganidek, sahobalarga qattiq aziyat berishga boshlaganda musulmonlar Habistonga hijrat qilishga tashkillandi. Nabuvatning 5-yili Rajab oylarida 12 er, 4 ayol Habistonga qarab yo'lga chiqdi. Ularning ichida Osman ibn Affon radhiyallohu anhu va uning ayoli, payg'ambar alayhissalomning qizi Ruqiya radhiyallohu anha bor edi. Bir mazgil o'tgandan keyin ularning orqasidan 88 er, 19 ayol Habiston hijratiga atlandi. Quraysh katlaridan Hamza va Umar ibn Xattoblarning islomga kirishi bilan musulmonlarda g'albaning umid chirog'i yaqilishga boshladi. Musulmonlar ikki saf bo'lishib, takbir to'lgan holda Ka'baga kirib oshkora namoz o'qigan bo'lsa-mu, mushriklar ularga aziyat berishga jur'at qila olmadi.